nimalar bo'lib ketayotganini ko'rdinglarmi? Oxirgi yangiliklarni qarab miyam portlab ketdi. Ya'ni xuddi odamga o'xshab harakatlana oladigan gumanoid robot One X kompaniyasi tomonidan Neo deb nomlangan taqdim etildi va u bizani uyimizni yig'ishtirishi mumkin ekan, ya'ni kirlarimizni yuvishi mumkin ekan. Odamlar qilishi mumkin bo'lgan hamma ishlarni qila oladi. Idish-tovoqlaringizni yuvib, gullaringizni sug'arib, uyingizdagi uy hayvonlarini boqib, ularga ovqatini berib qo'yishi mumkin deb bizani aldashyapti. Nimaga bizani aldashayotganini videoning davomida aytib beraman. Ha do'stlar, hali ham biza onajon sizga robot olib beraman, kelin emas deb ayta olmaymiz. Lekin saytida yozib qo'yishi bo'yicha 2026-yilda agar bu robotni hozir $20,000 ga sotib oladigan bo'lsa, sizga taqdim etiladi. 2026-yil bahorida, ya'ni hozir buyurtma qilish mumkin. So'rashingiz mumkin, unda nima uchun bizani aldashyapti? Axir ular taqdimot qildi, ko'rsatib berdi, qanaqa qilib u robot ishlarni bajarayotganini. Ya'ni bu kompaniya bizni orzularimizni ko'rsatib berdi. Ha, biz orzu qilardik uyimizda robot turib, hamma ishimizni bajarsa, biza ketsak, aytaylik, "Ey, Neo, bor kirlarimni yuvib qo'y." desangiz, u hamma sizni kir kiyimlaringizni topib, uydan stiralkaga etib, tiqib, uni keyin yuvishga bosib, u yerda qanaqa kiyimlar borligiga qarab, rejimlarni tanlab, o'zi qanaqa parashoklardan ishlatish kerakligini tanlab, hamma narsalarni aytgandek qilib qo'ysa, bu bizani orzuyimiz. Lekin hali bu robot bundan ancha uzoqda do'stlar. Hattoki prezentatsiyasida ko'rsatishgan robotda, ya'ni u harakatlanayotgan robotni VR shlemda orqada boshqa odam boshqarib turgan. Ya'ni bu robot hali hech narsa qila olmaydi. Ha, unga sun'iy intellekt kirgizilgan, xuddi ChatGPT ga o'xshab ishlaydigan va sun'iy intellekt asosida u nimalarnidir o'rganadi. Agar siz mana hozir turib u robotni sotib oladigan bo'lsangiz $20,000 ga, bu robot sizga 2026-yil bahorida taqdim etiladi. Lekin siz bu uchun nima qilishingiz kerakligini bilasizmi? Uyingizni hamma joyini videoga olib, uyingiz qanaqa ko'rinishda ekanligini, necha kvadrat, nimalar bor, necha kishi yashaydi, ular nimalar bilan shug'ullanadi, mana bu narsalarni hammasini u kompaniyani mutaxassisiga tushuntirishingiz kerak. Va keyin ular sizga qaysidir bir ishlaringizni qila oladigan qilib bu robotni o'qitib, o'rgatib, ya'ni programmasiga kirgizib, sizga jo'natadi. U birinchi kelganida hech narsani qilib bilmaydi. To'g'risi, u qayta qilib, o'rganib, ya'ni sun'iy intellekt bu odamlardan o'rganadigan sistema. Agar siz unga nimadir yozsangiz, keyin unga xato qilding, mana bunaqa to'g'ri bo'ladi desangiz, u keyingi safar o'sha xatoni qilmasligi mumkin. Lekin bilasizlarmi, aytishingiz mumkin, da, sun'iy intellekt juda ham kuchayib ketgan, hozir mana mashinalar o'zi yuribdi, Tesla o'zi yuradigan avtopilot taqdim etdi va u hozir yaxshi yuribdi deb aytishingiz mumkin, yoki bo'lmasa boshqa kompaniyalar. Yo'lda yurish bu boshqa narsa. Lekin sizni uyingizdagi har bitta detal, har bitta kiyim, har bitta stakan, har bitta buyumni materiali boshqa, shakli boshqa va u robotni harakatlanishi qanchalik sekinligini va VR shlemda boshqarib turgan odam boshqarib turgan holatda bu ishlarni qanchalik qiynalib qilayotganini taqdimotdan ko'rsanglar bo'ladi. Xullas do'stlar, aytmoqchi emasman, ular bizani juda ham qattiq aldayapti yoki juda hamma narsa yolg'on, bu kelajak emas deb. Ha, bu kelajak, lekin juda ham yaqin kelajak emas. Ular aytayotganda 2026-yil bahorida sizni uyingizga kelib ishlab ketadigan robot emas. Agar siz $500 aytaylik oyma-oy bo'lib to'ladigan tarifini olsangiz, sizga birdaniga bu robot chiqqandan bu berilmaydi. Qachon to'laqonli robot ishlab, balkim bu 3-4 yil ichida to'laqonli ishlab ketganidan keyin sizga bosqichma-bosqich yetkazib beriladi. Ya'ni siz navbatga tushasiz va navbati bilan mana bu oyiga $500 to'laydigan navbatga tushasiz va mana shu navbatingiz kelganida olasiz. Ha do'stlar, shunaqa. Halicha bu kelajak yetib keldi. Mana hamma ishlarni qiladigan robot bor. Endi bizga kelin kerak emas deb ayta olmaymiz. Kelin hali ham aktual. Shunaqa gaplar, aloqaga chiqinglar.